Men Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan qo'shni Qirg'iziston Respublikasiga keldik. Do'stlik, Qirg'iziston bilan O'zbekiston do'stligi, tinchligi, mana ularimizni tinchlik bo'lib o'tib turgani, yo'llarimiz ochilgani hamma o'z zamon tinchligidan dalolat. Mana biz elimiz bilan ikki qardosh qandosh bo'lgani uchun bemalol chopib yuribmiz. Mana sovrinlarga tuya, mashina qo'yib, xolagandek chopilyapti. Birov bilan birovni ishi yo'q, hamma xolagandek chopyapti. Polvonlar kuch-quvvatiga yetib chopyapti. Do'stlik bundan abadiy bo'lsin. Ularlar ko'p bo'lsin, chopib yuraveraylik. Sovrinlar bundan ham ko'p bo'lsin. Mashina boshin tuya-puyalar ko'proq bo'lsin. Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani, G'aniyev Saminjon bo'laman. To'ylar bo'lsin, bundan ham katta tomoshalar bo'lsin, chiqaveraylik, chopaveraylik. Yaxshi, tinchlikda bo'lsa, hamma xursand. Hurmatli Emberjon Mirzo, Qutmanli kuningiz bilan bugun mana shu kecha o'tib ketgan bayramingizlarni chinjilikdan qutlaymiz. Hurmatli otalar, oltin boshingizlar omon bo'lsin. Ota tegim bor deb baxtingizga bor bo'lingizlar. Ana men demoqchimiz, mana shunday yaxshinaqa bir to'y berib, mana shu el yurtni cho'g'iltib, birindik qilib, mana shu bizning ko'chimizda ulab turadiganlar, oqsoqollar. Men demoqchimiz ham mana shu yaxshinaqa tilak hurmat bilan bugungi bu yerda o'tib o'tgan to'y Qadamjoy qavmi Qadamjoy qavmining bu yerda kelib o'zining rayoniga o'zi tug'ilib o'sgan yerga to'y qilib bugun o'tkazib o'tadi. Ularga bardag'ini biz uzun ömür, chin sog'lik, tansiyachilik, intimoqchilik elimizda shunday to'ylarda bo'laversin deb aytib ketaman. Qilib bo'lsin, yaxshi niyatlarga munosib barni cho'qtirib kesaman. Har biringizga so'z bergandan o'q, har biringizga mikrofon berib, bir yaxshi batamizlarni berib, yaxshi niyatlaringizni aytib, qirg'izlar yaxshi bo'lsin deb, o'g'il qizlarga bata bersangiz, mana qarab shu to'ydan mendan tilab ketsangiz. Qadamjoy rayoni respublikadagi eng ortaqli rayon bo'ldi. Biz o'zimizcha man yurib yurgan ekanmiz burada. Bo'lsa bizning rayondan qancha qandaq chiqqan. Mana shu bizning yondirdan chiqqan ekan butun Qirg'izistonning qandaq. Oxirgi Qo'qon xonning oxirgi qandaq bizning Quvongadan chiqqan. Qancha qon bo'lsa mana Razaqov, Masali, O'zbekov, Qulatov shular bizning shu yerlardan chiqqan odamlar. Mana boyadan aytganda Omat kelerinin oldida bir yaxshi ishlar olib boshladi. Shu bizga nima omat keldi deb men aytmayman. Xudo xolasa bizga shu kemtda ketgan bo'lsak, qanday chiqadi? El boshqalardan chiqadi. Burungi omat bizga qaytib keladi degan ishonchdayman. Shularning barligini men aytgan qalovlar Alloh taolo o'zi qabul qilishdi. Allohdan men tilab ketaman.